Fransuz bokschi Savatning geografiyasi Amerikadan tortib Yangi Zelandiyagacha bo'lgan hududni qamrab oladi. Uni bu mashhurligiga dengizchilar sabab bo'lgan. Ana shunday mahorat egalari O'zbekistonda ham ko'p. Uni ustiga Savat yakka kurashda sportni Muay Thai, taekvondoning ayrim yo'nalishlari, kickboks orqali boshlaganlar ham ishtirok eta oladi. Qolaversa, xalqaro va Osiyo Savat federatsiyasi ham o'quv qo'llanmalari va video darsliklar bilan milliy federatsiyaga yordam bermoqda. Ilk bor o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida ham Давай! Молодец! Elbur sağ давай iste. Ayak bilen basqa давай. İste ayak bilen iste vaqt az qal.
Respublikamızdan bir qator jaslar Toshkent qalasining Universal sport saroyida bo'lib o'tgan jarishda turizm ham sport ministri o'rinbosari Abazjon Karimov, Milliy olimpiya komiteti boshlig'i Rustam Shodrahmonov qatnashdi. O'zbekiston chempionatida Qoraqalpog'iston Respublikasi saylandi komandasidan Elbrus Azatov, Jaras Duysenbayev, Arman Kemalov, Tamara Amanbayeva, Qulnas Aytjanova, Qurliman Quvonchbayeva hamda Banu Isakova oltin medallarda. Doniyor Yo'ldashev, Gulsezim Balmag'ambetova, Qo'ldobek Nazarbayeva, Ulena Shoyisova, Ozoda Bazarbayeva, Ayshulpan Kaliyeva ham Qo'ldovlik Jumabayevalar kumush medallarda. Damir Rajatdinov, Ramitulla Jumamuratov, Atabek Karimbayev, Iqlos Abduganiyev, Zaynab Nuratdinova, Rayhon Qidirniyazova, Tumaris Shukrullayeva ham Go'zdal Kadirova, Nuriya Axunbetovalar bronza medallar minasiyalarida. Jami sportchilar sheti oltin, sheti kumush, 9 bronza medalni qo'lga kirgizdi. O'zbekiston Fransuz boksi Savat Federatsiyasi jarishda yaxshi natija ko'rsatgani uchun Pokiston Respublikasi sportchisi Elbrus Azatov iyul oyida Serbiya mamlakatining Fransuz boksi Savat sport turining Asso jurnasi bo'yicha o'tgan yil Jahon chempionatini yo'llamani qo'lga kirgizdi. Jengpazlar turizm ham sport ministrligi Milliy olimpiya komiteti tomonidan tayyorlangan diplom ham esdalik sovg'alar bilan sovg'alandi.